Hurmatli prezident, mana 53,5 gektar xuddi mana shu behidan 53,5 gektar bog'im bor edi. 53,5 gektar. Mana hozir bog'imning ahvoli. Hamma daraxtlarni chiqarib tashlashgan, shlanglarni chiqarib tashlashgan. 28 gektar yerni 60 millionga auksion orqali sotishgan. Yopiq auksion orqali sotishgan. Qolgani Nurobod tuman hokimligini ayrim, hammasi emas, ayrim mansabdorlariga cho'ntagiga ketgan. Ular hozirda yangi mashinalar olib minib yurishibdi. Mana shu joyda meni katta behi bog'im bor edi. Bir dona o'zimni sotib olgan hududimda bir dona mana shu daraxt qoldi. Qolgan hammasini chiqarib tashlashdi. Mana bu shaxsiy liniya tortib kelingan. Shu bog' uchun bog' qilaman deb svet o'chib bog'im qurimasligi uchun o'zim shaxsiy liniya tortib keldim. Mana shu bog'ga suv berish uchun. Shu bog'ga suv beraman deb har oyi davlatga 29 million 30 million so'm svet uchun pul to'ladim har oyi. Hurmatli prezident, agar mana shu yer mayli menga berilmagan taqdirda ham ochiq auksionga chiqqanda milliard so'mga sotilgan bo'lardi, bu davlat foydasiga ketardi. Bular hozir 28 gektar yer maydonini, qishloq xo'jaligiga tegishli bo'lgan yer maydonini, meni qolgan 28 dan tashqari 100 gektar yerimdan qolgan yer maydoni ekin ekib bo'lmaydigan yer maydoni ekan. Shu ekin ekib bo'lmaydigan yer maydonini menga Nurobod tuman hokimligi ajratib bergan, lekin shu ekin ekib bo'lmaydigan yer maydonida ham men daraxt ko'kartirganman. Hammasini olib chiqib tashlashdi. Hozir mana 28 gektardi yopiq auksionda 56 million so'mga sotilgan. 56 million so'm davlat hisobiga pul o'tkazilgan. Agar bu narsa ochiq auksionga chiqqanida mana yo'l bo'yida Nurobod tuman bilan Samarqand tuman chegarasida yo'l bo'yida bu yerda ko'p tadbirkorlik subyektlari qursa bo'lardi, ko'p tadbirkorlik ishlarini olib borsa bo'lardi. Bu yer ochiq auksionga chiqqanida milliard so'mga sotilgan bo'lardi. Hurmatli prezident, bular sizni orqangizda turib ish qilyapti. Hurmatli prezident, siz eshitmasangiz, siz shu ishlarni qilinglar deb biz sizdan kuch-quvvat olib biz shu ishlarni boshlaganmiz. Men tadbirkorlikni boshlaganimda siz yangi prezident bo'lgandingiz. Men sizni gaplaringizdan to'lqinlanib, o'zim yashaydigan uy joyimni sotib mana shu yerga rasxod qilganman.